Aktrisa Feruza Normatovaning shov-shuvlarga sabab bo'layotgan to'yi hamda turmush o'rtog'i haqida. Feruza Normatova o'zi ochiq-oydin xalqqa murojaat bilan chiqdi hamda bor haqiqatni ko'zlarida yosh bilan aytib berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Feruza Normatovaning to'yi bilan bog'liq shov-shuvli vaziyatlar hamda videolar keng tarqalmoqda hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Feruza Normatova hamda uning turmush o'rtog'i o'rtasidagi munosabat ochiqlangandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Normatova barcha haqiqatdan xabari borligi haqida video qilib chiqqan edi. Ammo shunda ham mish-mishlar o'z so'zini topmadi. Ba'zi so'zlar bor qisqa ammo yurakka uriladi. Aktrisa Feruza Normatovaning so'nggi chiqishi ham shunday bo'ldi. U ijtimoiy tarmoqlarda shunday dedi: "Men har doim Allohdan so'raganman. Menga birovning baxtsizligi evaziga baxt bermagin. Hech kimning ko'z yoshidan mening quvonchim bo'lmasin. Men kimningdir baxtsizligi evaziga baxtli bo'lishni istamayman. Menga qalbida hamda yonida hech kim bo'lmagan baxt bergin deya doimo duolarimda so'rayman", deydi Feruza Normatova ko'zlarida yosh bilan. Har kim baxt istaydi, lekin hammaning yo'li har xil. Feruza Normatova esa o'z yo'lini Allohdan, ammo hech kimning dardi evaziga emas deb so'rab olgan. Bu so'zlar insoniylikning eng go'zal ko'rinishi emasmi aslida? Ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Normatovaning to'yi 15 oktyabr sanasida o'tkazilishi rejalashtirilayotgani haqida xabarlar tarqalgan. U kelin libosida tushgan fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqlarda joylagan hamda libosni yashirib, "Barchangiz to'y kuni ko'rasizlar. Hech kimda takrorlanmaydigan liboslarni men kiyaman", deya yozib qoldirgan.